Shaffof elaynerlar ko'pincha elastiklar bilan birgalikda qo'llaniladi. Ular turli o'lcham va kuchlarda bo'lishi mumkin, hamda har xil yo'nalishlarda kesishib yoki maxsus tartibda taqiladi. Shu sababli eng yaxshi natijaga erishish uchun ortodont shifokoringizning ko'rsatmalariga qat'iy amal qilish juda muhim. Elastiklarni o'rnatishning ikki asosiy usuli mavjud. Birinchi, elaynerdagi maxsus ilgaklar hooks orqali. Birinchidan, elastikni elaynerda belgilangan joydagi maxsus kesak yoki ilgakka ilib oling va uni barmog'ingiz bilan mahkamlang. Elastik bir tomondan elaynerga mahkamlangandan so'ng, avval shu elaynerni taqing. Keyin elastikni qarama-qarshi elaynerdagi mos joyiga torting. Agar barmoq bilan taqish qiyinchilik tug'dirsa, maxsus elastik o'rnatish asbobidan foydalaning. Bu sizga elastikni yanada qulayroq cho'zishga yordam beradi. Elastikni tortayotganingizda og'zingizni ortiqcha ochib yubormang. Og'zingizni yopiq yoki faqat biroz ochiq holatda saqlagan ma'qul. Ikkinchi, tishlarga o'rnatilgan knopkalar bonded buttons orqali. Agar ortodont shifokoringiz knopkalarni bevosita tishlaringizga mahkamlab qo'ygan bo'lsa, avvalo elaynerlaringizni taqing. So'ng elastikni knopkaga ilib, mahkam joylashtiring. Qulaylik uchun elastikni avval ilgakka taqib, keyin knopkaga tortish tavsiya etiladi. Bu jarayonni ancha silliq va boshqariladigan qiladi. Muhim maslahatlar. Praktika muvaffaqiyat kaliti. Elastikni taqish avvaliga qiyin tuyulishi mumkin, ammo ko'zgu qarshisida mashq qilsangiz, tez orada osonlashadi. Elastiklarni muntazam taqing. Agar tishlaringizda knopkalar bo'lsa, hech qachon elaynersiz elastik taqmang. Bu tishlarning noto'g'ri siljishiga olib kelishi mumkin. Har kuni ertalab tish yuvib tozalagandan so'ng elastiklarni almashtirishni odat qiling. Bu ularning samaradorligini ta'minlaydi. Yodda tuting, ortodont shifokoringizning ko'rsatmalariga qat'iy amal qilish mukammal tabassum sari yo'lingizda eng yaxshi natijalarni kafolatlaydi.